So'nggi yillarda aniqrog'i o'tgan 3 yil davomida So'x tumanida davlatimiz rahbarining rahnamoligida hamda prezidentimizning 2020-yil 8-avgustdagi So'x tumanini iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha qabul qilgan tarixiy qaror asosida tumanimiz miqyosida keng ko'lamli qurilish, ta'mirlash va bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Bu qarorning tumanimiz hayotidagi ahamiyati salmoqlidir. Bugungi kunda tuman miqyosida bunday xayrli ishlar o'zining mantiqiy davomini topmoqda. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 25-oktyabrda qabul qilingan 408-sonli qarori mahallalar infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, mazkur qaror asosida tumanimizda ham keng ko'lamli ishlarning amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur qarorga asosan bugun Mulgon mahalla fuqarolar yig'inida ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Mazkur mahallaning ichki ko'chalariga qaror asosida asfalt qoplamasi yotqiziladi. Ta'mirlash ishlari Farg'ona yo'l qurilishi korxonasi xodimlari zimmasiga yuklatilgan bo'lib, yo'lsozlar mahalla yo'llarini ta'mirlashda astoydil mehnat qilishayotir. Biz Farg'ona yo'l qurilish ta'mirlash unitar korxonasida batga ishga keldik. Tenderda yutib olib, shatda shu So'x tumanida yo'l qurilish bo'yicha yo'llarni ta'mirlash va yo'llarni yangi qurish 408-qaror bo'yicha ishlayapmiz shu yerda So'x tumanida shatga kelib. Shu tumandagi barcha bu boshqa joylarga nisbatan bu So'x tumanidagi bo'layotgan e'tibor boshqa joylarga e'tiborga ortiq, kambas, ortiq. Bizning va'dalarda bunaqa, Farg'onalarda bunaqa bo'lgan joyi yo'q. Bu Farg'ona tumani, So'x tumani chekka hududi bo'lganligi sababli prezidentning qarorlariga binoan shartlarda shu asfaltlashtirish, yo'llar qurish bilan shug'ullanyapmiz. Prezidentimizning qarorlari shu chekka hududlarga ham yetib kelayotganining guvohi bo'lyapmiz mana. Darhaqiqat bugun tumanimizda barchaning ishtiyoqini uyg'otadigan va havasini keltiradigan ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida xalqimizning quvonchi va minnatdorchiligiga sabab bo'layotir. Ayni kunda mahallaning sportchilar ko'chasiga asfalt qoplamasi yotqizilmoqda. Asfaltlashtiriladigan yo'llarning umumiy uzunligi Mulgon mahallasida 3 kilometrni tashkil etadi va ushbu maqsadga 800 million so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan Navruz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Buni bugun Mulgon mahalla fuqarolar yig'inida katta shodiyonat prezidentimizning So'x tumaniga bergan yuksak ahamiyatlari tufayli 408-qaror bo'yicha mana ishlar boshlandi. Bundan barcha yoshi qari xursand. Yana bir marotaba hammalaringizni bayram bilan tabriklaymiz. Shuni aytish kerakki, tumanimiz aholisi bu o'zgarishlar va yangilanishlardan juda xursand. Nuroniylar duoga qo'l ochib, shukronalik bildirishsa, mahalla yoshlari mahallaning yangi siymosiga ishtiyoq bilan qarashadi. Ayni kunlarda Mulgon mahallasining qolgan ko'chalarida shag'allashtirish ishlari olib borilmoqda. Bu ko'chalarni ham yo'lsozlar asfaltlashtirishga tayyorlashmoqda. Davlatimiz rahbarining 408-sonli qaroriga muvofiq tumanimiz hududidagi yo'llarni ta'mirlash, aholining elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minotiga oid muammo va kamchiliklarni bartaraf etish hamda hududlarni rivojlantirishga qariyb 19 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi.